数学小分队。İki top. Dört top. 6 top. Vah! Oh, Makis, kechirgin. Chiqiraq ekran meni bak qo'rqitib etdi. Ha, eşkisi yok. Sen numaraga eriştin. Çirqiroq ekrandayım ki onu qo'rqitib etadi. Çekrak ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib o'tibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluqlar matematikasiga tushar paydo bo'ladi. Oy! O Mufti xonimkan. O g'alati maxluq yaslisining o'qituvchisi bo'ladi. Yaxshi Mufti xonim. Oo, bek yaxshi bo'ldi. Ta'limga sizlar borgansizlar. G'alati maxluq matematik atritikilar bugun alvas yuzik rasm tushish kuni. Men alvas yuzlik rasmga tushish kunini bakmi yaxshi ko'raman. O kuni barliq kichik maxluqlar opcha rasmga tushidi. Uning ustiga ular alvasli g'alati yuzlik niqobni taqaydi. Shunda, biroq chatoq bo'lg'ini barliq alvas g'alati yuzik niqoblar aralashib ketdi. Men qaysi niqobni qaysi maxluqqa mos kelganligini bilmadim. Mufida xonim, andish qilmang. Biz cho'qim sizga yordam qilamiz. Oh, rahmat sizlarga g'alati maxluq matematik atriti. Am sal turib ko'rishaylik. Men ishnimayki, biz faqat g'alati maxluq matematika o'qimini ishlasak, cho'qim bu niqoblarning qaysi maxluqning ishkanligini topa olamiz. Shundoq, chunki g'alati maxluqlar matematik hukmi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematik hukmi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluqlar matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rnadingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsizlar. Bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askarning so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnatishimizga yordam beradi. O, raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askarning so'zi bo'lsa, o'lchash. Kelar qadim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. O'lchash. Hozir demaysan-ku, kelar qadim raqamli maxluqni ko'rganda andin degin. Oh, ma'qul. G'alati maxluqlar matematika atriti. Biz birlikda alvasli yuzlik niqoblarni ratliklab boraylik. Yaxshimisiz Mufida xonim? Sizlar dal vaqtida keldinglar. Bu kichik maxluqlar sabr qilolmay qoldi. Ular alvas yuzik niqobni taqmoqchi. Ben qizqanlikka. Azroq bu qizqanlik emas ekan. Ben qo'rqinish ekan. Sen bek tutgansan. Mufida xonim, ansirmang. Biz sizga bu alvas yuzlik niqoblarni ayirib beramiz. Biroq biz qaysi niqobdan qaysi maxluqqa mos kelganligini bilmaymiz-da, ha? Niqob bilan g'alati maxluqning razmerini o'lchash, undaqda biz qanday qilishimiz kerak? Raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak, biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. O'lchash. Ko'pchilik tayyorlanib bitdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1 2 3 O'lchash. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rish ekrani keldi. Bir cho'ng ham egiz g'alati maxluq bir chapan olmoqchi bo'ldi. Bir dona kichik o'lchash g'alati maxluqqa uning yordam qildi. O'lchashdagi sonlarni sanab baqsaq razmerini bilalaymiz. Razmeridan kelgan chapanmi uning dal keladi. 1 2 3 4 jami 4 bo'lak. U g'alati maxluqning egizligi 4 o'lchash bo'lagi. Av kichik chapanning uzunligi 2 o'lchash bo'lagi. Bu chapan bek kichikkan. Yana bir chapanning uzunligi 4 o'lchash bo'lagi. Bu razmliq chapan uningga mos keladi. Bek yaxshi bo'ldi. Biz qanday o'lchashni bilib oldik. Hamda biz qaysi maxluq bizga yordam qilib bo'ladiganligini bilib oldik. O'lchash g'alati maxluqi. Undaqda biz g'alati maxluqlar bilan niqobning razmisini o'lchaylik. Tayyor bo'ldinglarmi do'stlar? Biz cho'qib qila olamiz. Biz birlikda g'alati maxluq matematik bilimlaridan foydalanaylik. Oy! Men kichik maxluqlarni o'lchay. Hey, kichik maxluqlar, medirlamay joyinglarda jim turinglar. Hey. Voy, ehtiyot qil. Oyjon. G'alati maxluqlar bek tutgansizlar. Bo'ldi, kichik maxluqlar. Bu yoqqa kelib tez yig'ilinglar. G'alati maxluq matematika atritidagilar sizlarning niqoblarni tepib bergili yordam keldi. Ular bizga qanday o'lchash usulini ko'rsatib qo'ydi. Ha, o'lchashni boshlaylik. Ölçmekçi bo'lgan narsamizni o'lchash g'alati maxluq bilan mandaq o'lchaymiz. Biz bu niqobning uzunligi qancha bo'lganligini sanab boqaylik. 1 2 3 Bu niqobning uzunligi 3 o'lchash bo'lagi ekan. Shunga bizmi egizligi 3 o'lchash bo'lak keladigan g'alati maxluqni tepishimiz kerak.
Bo'ladi kichik maxluqlar. Kim birinchi bo'lib o'lchaydi? Mufida xonim bizga eng muvofiq keladigan niqobning kichik maxluqlarning beshidan putgacha o'rab turganligini degan. O'lchash kichik maxluqi tayyorligim tutdimi? Tega tayyor bo'lmadingmi? To'g'ri. O'lchash xariti maxluqi kichik maxluqlarning beshini o'tkazib o'lchish kerak. O'lchash maxluqi kichik maxluqlarning beshidan putgacha o'lchish kerak. Biz birlikte ölçeyli. Birlikte ölçüye sana sanap bakaylı. 1, 2. Bu küçük mahlukun egizligi 2 ölçeş bölük iken. Bizden ölçügen niqabның uzunluğu 3 ölçeş bölük. Undaqda bu niqab bu kichik maxluqqa mos kelmaydi. Bak cho'ng kelib qoladi. Bu niqob kichikroq ekan, balki buni maskalashi mumkin. 1, 2. Bu niqabның uzunluğu del 2 ölçeş bölük iken. Bu niqob uninga dal keladi ekan. Biz bu niqabga mos kelgan kichik maxluqni topaylı. Bu kichik maxluqning egizligi 3 ölçeş bölük iken. Biz bu niqab sana mos kelamdi yo'q qarab bakaylı. Tezroq harakatlaninglar do'stlar. Ölçeş bölükü birlikte sanaylı. 1, 2, 3. 3. Bu kichik maxluqqa mos keldi ekan. Yaxshi qildinglar. Biz birlikda boshqa kichik maxluqlarni o'lchayli. Bek yaxshi qildinglar do'stlar. Biz kichik maxluqlarning hammasiga o'ziga mos keladigan niqoblarni teppadik. Biz matematika bilimini g'alaba ishlatdik. Oy! Bo'ldi, bu yoqqa qaranglar. Alvas yuzlik rasmga tortilgan vaqt bo'ldi. Apla, bundaq rasmga tortsak yaxshi bo'lmag'idek. Barliq kichik maxluqlarning alvas yuzini ko'rolmadim. Biz yana bir qatim o'lchishimiz kerakmi? Sizlar raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Biz yana matematika maxfiy eskartma so'zini yana bir qatim deyishimiz kerakligini bildirdi. O'lchash. Men 3 sanayman. Boshlaylik. 1, 2, 3. O'lchash. Qaranglar, xalit maxluq ko'rsatish ekran keldi. Gül tashtikining ichida bir g'alati gul bor. Bir kichik maxluq gulga suv qo'yishni bek yaxshi ko'radi. Qaranglar, gul bag'an sari yo'qlashga boshladi. Eliqi kichik maxluq qayerga ketgandi? U gul bek cho'ng'ib ketgach, kichik maxluq kichikgina ko'rinib qoldi. Ko'rsatish ekranda biz erki kichik maxluqni ko'rolmadik. Chunki gul kichik maxluq qaraganda egiz. Gul kichik maxluqni to'sib oldi. Xuddi Mufida xonim egiz kelgan kichik maxluqlari pakar kelgan kichik maxluqlarni to'sib olganga o'xshash. Shunga bu egiz kelgan kichik maxluqlar cho'qim bo'yi pakar kelgan kichik maxluqlarning keyinib turishi kerak. Biz qanday qilib bu egiz maxluqlar bilan pakar maxluqlarni ayriya olamiz? 6 dona g'alati maxluq aldirab menga o'tadi, chunki ular kechikib qolgan edi. Bir qism g'alati maxluqlar eshikdan o'tib ketdi. Bu eshikdan o'tmoqchi bo'lsanglar, bo'yinglar paka bo'lishi kerak. Agar g'alati maxluq bek egiz bo'lib kelsa, u eshikdan o'tolmay qoladi. Dal mushunda biz kichik maxluqlarning bo'yining egizligi eng kichik bo'lgani 2 o'lchash bölük ekanligini bilamiz. Har qanday egizlikdagi kichik maxluqlar bu 2 o'lchash bölükdagi kichik maxluqlardan eshib ketganlarning hammasi egiz hisoblanadi. Undaqda biz yana bir qatim o'lchamdiq. Undaq emas Makskuvu. Sen qaysi kichik maxluqlarning bo'yi egizligi 2 o'lchash bölügining eshib ketganligini ko'rsatib qo'yay. To'g'ri. Men sizlarga ko'rsatib qo'yay. Biroq men sizlarga qanday ko'rsataman? Sen o'zingni egizligi 2 o'lchash bölügi bo'lgan ishga aylandir. Ondan bu kichik maxluqlarning ostidan o'tsin. Әгімішіктен өтіп кеткенлерінің әмісі пакарға тәбә болды, рәсімге тұрды. Әгімішіктен өтелмеген кішік мақлуқларының әмісі егізге тәбә болды. Олар рәсімге түскенде кейніке рәті тұрды. Болды, әгімішікке айланғын. Hey, sen özüne del 2 ölçeş bölüki egizliktik işikki aylandırıp sen. Buludu küçük məxluqlar. Kim qovunun astını ötüp giderleydi, qarap bakaylı. Ben gıdıqım kep ketdi. Buludu sen əgimishikdən ötüp ketdin, sen pakaykensen, aldın qaratı turğun. Bu küçük məxluq bek egizken, sen keyin kiret tuturğun. Nima degan qiziqarli oyun bu? Buldu, ishqilib bek egizkensizlar, keyindiki rəti turunglar. Bak qaltis bo'pti. Men barliq kichik maxluqlarning alvas yuzini ko'raldim.
Ko'pchilik, sizlar eng qaltis g'alati maxluqlarning usuli orqali olqish yangirtinglar. Rostilla bak qaltis bo'ldi. Sizlarning yordamingizga rahmat. Sizlarmi nemishqa birlikda rasm tushib qo'ymaysizlar? Vah, qaltis. Rasmga tushish. Men rasmga tushishni bak yaxshi ko'raman. Go, ehtiyot qilgin. Ko'pchilik birlikda kishmish tanglar. Kishmish. Yaxshi qildinglar, g'alati maxluq matematika atrdikilar. Biz barliq niqoblarni ratladik, hamda ularga alvasti yuzlik rasm tushishga yordam qildik. Biz o'lchashga doir bilimlarni o'rganib oldik. Şuna albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yangirtaylik. Ems 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimini g'alati qilib ishlatdik.